Ma'naviy hayot jurnalining bu yilgi ilk soni o'quvchilarga taqdim etildi. G'urur kibr emas. Jurnalda pedagogika fanlari doktori professor Qozoqboy Yo'ldosh bilan suhbat e'lon qilingan. Unda ma'naviyat, uning jamiyat va shaxs hayotidagi o'rni, milliy qadriyatlar, g'urur va ma'naviy yetakchilik haqida fikr-mulohazalar bildirilgan. Aytilgandek, ma'naviyat bu odamdagi ezgulik, odamiylik, boshqalarga insof va adolat bilan munosabatda bo'lish sifatidir. Ma'naviyatli jamiyatda yordam, hamjihatlik, hurmat va bag'rikenglik ustuvor bo'ladi. Professor ma'naviyatchi bo'lish uchun rasmiy lavozim emas, balki shaxsiy ibrat, faol targ'ibot, badiiy adabiyot va ochiq muloqot asosiy vosita ekanini ta'kidlaydi. Shundan kelib chiqib, olimlar va ziyolilar ma'naviyatchi sifatida jamiyatga namuna bo'lishi zarurligini ta'kidlaydi. Qozoqboy aka bugun yaqqol ko'zga tashlanayotgan og'riqli masalalardagi mushohadalarni ham keltirib o'tadi. Ayni vaqtda jamiyat ahli ichida asl ezgu ma'naviy qadriyat tashuvchilarga emas, balki arzon shov-shuvga mahliyo bo'ladigan shu xil shov-shuv uyg'otuvchi kimsalarga ergashishga moyil, mo'ljali yangilish kimsalar ham anchagina. Oldinlari aqlli, mehnatkash, jiddiy, bilimli shaxslarga ergashishga urinilardi. Endilikda qanday yo'l bilan bo'lsin, boylikkami, mashhurlikkami erishganlarga ko'r-ko'rona ergashish kengroq yoyilgan. Professorning fikricha, aql, ma'rifat va adabiy meros bugungi ma'naviy tiklanishning asosiy tayanchi bo'lishi kerak. U shuningdek, bugungi global ta'sirlar davrida milliy g'ururni mustahkamlashni muhim deb hisoblaydi. Yurak qarimaydi. Ayni sarlavha ostida berilgan maqolada tibbiyot fanlari doktori professor Jumanazar Beknazarov o'zining bolalik xotiralaridan tortib shaxsiy va kasbiy kamolotga erishish yo'li haqida samimiy va ta'sirli hikoya qiladi. Unda xalq og'zaki ijodi, dostonlar, bolalik orzulari, fantaziyalar, oilaviy muhit va qishloq hayoti muallif dunyoqarashining inson sifatida shakllanishining asosi sifatida tasvirlangan. Ma'naviy axloqiy qadriyatlar, ilmga bo'lgan qiziqish va ezgu niyatli insonlar ta'siri muallif hayotidagi burilish nuqtalarini belgilagani aytiladi. Men 5-sinfda o'qigan paytimdayoq o'zimning kasbimni aniqlab olgan ekanman. Shu asosiy sabab bo'ldi. Tibbiyot institutining birinchi bosqichidan boshlab tashxis qo'yishga yordam beradigan fanlarni sinchiklab, hijjalab o'rgandim. Bu yodnoma nafaqat bir inson taqdiri, balki butun avlodning ruhiy, axloqiy tarbiyasi va kamolati haqidagi hayotiy saboqdir. Nashrning millat va illat rukni ostida Arosatdagi farosat nomli maqola chop etilgan. Unda muallif turmushimizdagi turfa-tuman befarosatlik holatlarini ochiq, oydin va hozir javoblik bilan fosh etadi. Unda farosat so'zining faqat lug'aviy emas, balki ruhiy, axloqiy, ijtimoiy va madaniy ma'nolari ochib berilgan. Asosiy g'oyasi shundaki, farosat insondagi qalb ko'zi, ichki yorug'lik bo'lib, uning yo'qligi jamiyatda turli illatlar, beodobliklar, e'tiborsizlik va mantiqsizlikka olib keladi. Farosat juda keng tushuncha bo'lib, befarosatlik ko'p illatlarning belgisi ekan. Ayni paytda ko'plab illatlar befarosatlikning omili bo'lib ham chiqyapti. Shuning uchun hamyurtlarimizni farzandlar tarbiyasiga imkon qadar ko'p e'tibor berishga, doimo ilm-fan, tafakkur, ziyo sari intilishga, barcha oliy fazilatlarni egallashga, yaxshi qobiliyatlarni orttirishga emasa, da'vat etib qolamiz. Zero jamiyatda tevaragimizda bo'layotgan har qanday voqea hodisa bizning faoliyatimiz yoki faoliyatsizligimiz, loqaydligimiz hosilasidir. Farosatsizlik bizni arosatga yo'llab qo'ymasin. Muallif maqolada farosatsizlik nimalarga olib borishini oddiy misollarda tushuntirib beradi. U odamni o'ylashga, o'zini va atrofdagilarni kuzatishga undaydi. Farosatni qayta qadrlash va uni har bir insonda uyg'otish masalasi ilgari suriladi. Jurnal bilan to'liq Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazining rasmiy Telegram kanallari orqali tanishishingiz mumkin.